Assalomu alaykum. Yakshanbanglar yaxshimi? Qandoq ketyapsizlar? Yakshanbalaringlar yaxshi ketyaptimdi. Men yengdim bir velosiped olgandim. Hafta to'rtcha aydab kundan kunga yaxshi bo'lib ketib qolsa, mening kunim bag'ansir keyniga chekinyaptimda ne to'rtchaqlikdan ikki chaqlikka tushib qoldim qaydanglar. Bugungi naq maydon programmamda vatandan chiqayotgan guvohlik videolari, ya'ni ocharchilik, ochliq shu videolar haqida bir o'ylaganlarimni so'zlagash, guvohlik videolarini to'plagash, burunqi, ya'ni virus dastlabki boshlangan chog'dagi 2020 yili 1-2 oy mazgilida deyman, shu chog'da tarqalgan och qoldim degan bir video bor. Shu video tarqalgan chog'da hammamizning ko'ngli shunchalik g'ash bo'lib, yuraklarimiz titrab ketgan chog'da vatandagi xalqimiz ochliqning dardini yana hammamizni vatanda uyga solib yetib ochliq yetkazib bermay uylarda shundoq undidor to'plaridan chiqayotgan guvohlik videolari, shularni hammasini bir qo'r xotirlagash, o'zimninki oilasi to'g'risidami bir guvohlik beray dedim. Meniki akam, ikkinchi akam Qudrat Masud xizmat o'rni G'uljidagi hozir qandoqlar qilyotdi ekan, hech narsani chiqarmayotdi bular hozir undidorga. İlgari ancha-muncha rasmlarni almashtirib degandek bir diqqat qilib turadi. Men palonchi bor ekan, pistonchi yo'q ekan degandek. G'uljininki qo'rg'asda xizmat. Aşağıdaki balları qandoqlar qilayotgandi, G'uljidagi hozir mushtabda bir oymi bo'lay deb qoldi, 21 kun, 23 kun, necha kun bo'lib ketdi. Guvohlik videolari bu aç qoldim degan video 2 yilning oldida tarqalgandan keyin ovozini qo'yay. Aç qoldim! Aç qoldim! Dedi Prema, quzg'un to'qmasinlar. Seni yeydiganimni olib. Aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Butun ballarım aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Xotin ballarım aç qoldi. To'chi! To'ta! Prema, o'zimni o'tib Premamda. O'zimni o'tib Prema. O'tib Prema, aç qoldim! Sazoyi aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Aç qoldim! Yigitning muqomida fisha aç qoldi. Fisha aç qoldi. Fisha aç qoldi. Ha. Aç qoldim, aç qoldim. Aç qoldim. Aç qoldim. Aç qoldim. Dedi Prema, quzg'un to'qmasinlar. Seni yeydiganimni olib. Aç qoldim. Aç qoldim. O 2 yilning oldida tarqalgan video dey. Endi o'lishgan, tunugin undidor to'plaridagi videolarni bir ko'rib baqsaq, shularning ichidagi vatandagi xalq guvohlik berishning nimaligini obdan biladi. Masalan, mau bir cho'ng odamninki eshik oldiga chiqib, "Nene hayvan bakın. Öyle bir kızsında parçaklınız var adam. Ne bilecek bu? Türk olsa hamısa. Zaten manya babası ben bütün dünya kılıyor manya. Kalısı sirkülasyon. Hayvan mı ben bu sinirdi bu? mushadagi gapiga diqqat qildinglarmi yo'qmi? Butun dunyoga taqdidman mauni bo'lmasa degan gapi. Ya'ni vatandagilar guvohlik berishda indaymiz. Chet eldagilar guvohlik berishdan boshlatsa, vatandagilar mushundoq. Yana bir undidor to'pidagi gapini anglsanglarmi? 3 balamni ilib men binodan tang sakrayman. Navoda bir qiz binodan sakrab o'lyapti degan gapni anglsanglar, men shu to'g'riliq guvohlik berib qo'yinglar degan yana bir nim bor. Undidor to'pidagi ovozliq uchurlardan
mening o'limim to'g'riliq guvohlik berib qo'yasizlar, navoda kerak o'lib ketsam deb. Nima desam biz mana shu uchun bayat yeb, shu balam bilan quruq uyda tomg'ajab yemdik, nemish qilamiz desam, sen g'ayrat qilib senin şan el kılmışsın. Bana 5 gün oldu, koşnalar benim uyumda işim yok. Şansı düşensanlar baldırım bana kurup suğa çöp taşlap beriyotdim men. Qaysi kuni yolurib shurib yerim papar xalta unga kirgizbadi. Pitay yakimiz. O şu un bilan bir kun mom salama, bir kun kavshang'in non salamayligidan yeb o'tirman, siqish. Mening og'izlarim og'rib, tunugim bir kun qizib yotdim. Tunugim kunlikda bir kirib qolgan bo'lsa-chu, masha oltimni ko'rgan bo'lsa-chu deb tunuga arz qilish telefoniga arz qildim. Bu uy sulabni qo'ysa bir gap bo'lamdi ekan. Meylim eğer maçta oturup yakaladım hemen. Yani oturup yani açlıktan açta olsam 3 falan bilen binadan sekreymen. Meylim maketine koysa anlasın. Şukurları anlamdı, tüyeleri anlamdı. Ben telefon kalıp şukurgama telefon kalıp ben 3 falan neydi binadan sekreymen. Şu vakitte nimbulap binadan sekrepti o şinçilik eğer mikerdik vakitte. Ben onun ne gün buldum ha uyda. Ben açtan açmışta kuruk yep. Kuruq suğu çöp saçlat yavaşsak ya ben bir ulağı pulanlara gep bir anla değil mi dok? Ya bizge yardım kılanla değil mi dok? Özümüzün pulu seye gep bir anla, güçe gep bir anla desek güçten pullardan tatıp koydurup etti, güç yok dep. Boktu dedik, ya bir tane tohum ekip bir anla desek tohum yok ki. Biz süt hiç bakmadan 3 balam bilen 18 gün buldu biz süt imanının kanda bulduğunu görüp bakmadık. Topta ben devatım ama gep nema toplu uzadı, kılçalık bir nema evet anla diyen. Meyli neymiş bolşadan katli nazar, şu yüzüne çadem silahım guvah bulup koyuyorlar. Eğer yani ekeme açta kısa, üyem değişinem kanlı değil ben binadın sekreymen. Şu balam neydim sekreymen. Şu çabuğa vakitte neyim bokta da silahım açta boktu ki, üy değişiniz kanmadı ki de guvahlık bir yere silah koşnalar. Bina uşuk gipem yok. Tünügüm kaşkalış telefon kıldım. Memiştamışta açlıkta kaldım. 3 balam bile solunlup mavideniymiş ki mine eket neydi dedim. Madem keçvatka yegen mine eket mumumdu da tilep gitvattım hemen. Eşer bombergen ne o ötüp getirken mektinim. Bir burada kaynak su bilen bir burada mum yemdim. Bizim yemdim 3 balam tek küçük olsa. Maşallah abba nimetsiz bir işanı 10 gittim. İçip 10 gittim yapamaylık bir işanı istedim. Neymiş kala xuddi keçe hiçbirinden toşup kaldıgandek. Men müşünçülük kıyınlık gitvatsam bir sıkıyınaldan bu kanda buldum deydiğen çıkmadı. Men sizge telefon kıp çıktım. Bizni kanda kılsa bizi ölemdik. Şonlaşka hoşnular silama agaf bu koyunlar silama anlat koyunlar. Eğer bir külade 38. binadan 3 bazı bilen bir ölep kaptı dese o kız kendi de kalasılar. Mening balamı 10 vaqt ishani oldik kelib opa yeydigan bo'lma deb ichib o'qtiribmish ko'ngli yerim bo'lib non olsunmi borma deb ketdi tova tayyorlasini akirpamadigan nima sababi nima biror asosos bizga desa bo'ladi manda shu akirpamaymiz deb bir qiynaladi juma bular odamni bundan olsa shu hammadan qo'zg'alib ketadi voy shundan bu narsalar nimishki bizga toqatmaydi ekan bu kep bo'lgan narsaga tayyor qilib qo'yibdi avval nega berib benanki bizga juqujun chiqarmaydi bu bezlab xmodoq bo'shlarni Şunun bilen telefon qilib men yo'ldoshga nima qilsa bizni bu uyga sulab qo'yib ekan bu echanni beramsa shifam beramsa nima desam biz mana shu uchun bayat yeb shu odam bilan quruq uyda tomg'ajab yemdik nemish qilamiz desam sen g'ayrat qilib senin şan el kılmışsın. Bana 5 gün oldu koşnalar benim uyumda işim yok. Şansı düşensanlar baldırım bana kurup suğa çöp taşlap beriyotdim men. Ma ayolniki yo'ldoshi kampidagi shu. O'zi bo'lsa uyda 3 bolasi bilan shunaqa qilibdi. Shu biz chet eldagilar har qaysi davlatlarda erkin yashab bugun yakshanbalarimizda shu sirtlarga chiqib kavob yeydiganlar kavob yeb shunaqa yaxshi ketayotimiz yo'q vatandagilarniki holi shu. Har xil usullarda har xil ashunda guvohliklarni beradi mavu mush 3 balam bilan binodan sakrayman men to'g'riliq guvohlik beringlar navoda shunday bir shok qolsa deb chiqargan videosi shularni anglab men uydagilarni o'ylab bizning uydagilar qanaqa qilayotgandi deb meniki bir akam G'ulchida xizmat o'rnashadi hozir qayerdikin
Ballar qandaqlap qotadi ekan, hech qaysidan xabari yo'q. Ya bir unda rasmlarni o'zgartay demaydi. Yana bir guvohlik videolardan ko'rib boqaylik. Yana bir ayol ündüdar topida Baq topidagi kadrlar, ishchi xizmatchilar hammalar yaxshimi, yoshlarsizlar. Men magiyatlaringlarni endi anlatdimmi? Erkenkam tünligin ayağı oldun kan ayağı zakas kalanlarniki sayılarını bir vetirdi. Bizim bu alemkemiz tünligin ayağı oldun kan ayağı bizim terek çammatmadı ya dangal kızmıda bir yerde tünligin oldun kan ayağı bizim zakas davatımız, say davatımız bir başka bir ne diyeyim de ah şikhil tam çıkmansız kadar kırısı falan çıkamamadan kanda takati bu saylarından sabah erkekanın gibi elp koydum hazır. Olma bir zaman tünligin oldun kan ayağı say davatımızda. Tünligin takatım Kiygen kiyli koşpay bak kiymeyen kumaltak dep nemelerman tiydiğanı bakar yapkımsa mayada oşkep bulup durmaz. Tünürün ayak olduğu gün ayak sayda katı değilse onunla yatak çıkmaya saylanlarsa çıkışa kadırla. Ne takıştın sayne? Ne diyen bir nus kılgan hep bu kadar davatınız ne çıkın ayak o ballara oşkım düşmanlar ne çıkmaya saçını tutacağız yedi ayağa bir kıyamene. Nemin irvanı tiydiği yapkımsı bakar? Ergen kendinde adlı tünürün ayak olduğu gün ayak sayda katmadı irza camına tartıştılar sayne düşmanlar memniyet aşkını varsa İyi oldularının dönmeli şartları saydı iyi oldularının onu verden ama zıvana siyay. Ne nereden tirdik yapkımsın ayada aşma balığın koska aş üçgün ayakta memniyet irza camına kapıştırma sayne bizim sana gibi kimse güç yapıyoruz bizi kunak yapıyoruz ya bunlar kırış gibi biz tüysaldığımızda kusak yayımız yaydıgan yapıyoruz tartımız var topta. Kini anlamaya yapıştırma saydı çıkışmazsa ya başlayalım başlayalım girişemeye gel. Ne değmedeydi bana bana ya ben okulu idafırda yerler kolay verin yapın. Başkına bir iş sakçı bana aşıbalar bularlaraydı bana. 3 gün yapmasın bir daha böyle geçtim ben. Hüseyin yaptı da telli deyip yaptı. 3 günler tünelin düştü. Tünelin yatak akı 8 dakika bize bir daha yanıyor bir daha kız. Bir aşık bulsa eke verirsen buldular. Ne baktılar bana çıkışmazsa beni çıkışa tutma. İyi olamadığımda kuansın iyi olamadığımda mı derteme tutma. Ben iyi olamadığımda telefon kırma. Ana hanıma yaşımızda bağ topidagi kadrlar, ishchi xizmatchilar hammalar yaxshimi, yoshlarsizlar. Men magiyatlaringlarni endi anlatdimmi? Erkenkam tünligin ayağı oldu. yana bir videoni ko'raylik. Vatandagilar shuna qiziqarli usullarda kinoyalik mau burun tarqagan video ekan to'q. Umayber ağa. Umayber ağa. Qo'sa qo'plaraq bir narsa tepgan suvchi. Qo'sini ichib ko'kirib ketdi. Ustoz. Oku. Benim masal kusur başka ne kaldı? Berib bir narsa tepgan suvchi. Ustoz. Men Janubdagi Nyu-York kelgan. Berib, yakınamsiz. Hey. Cho'ng ağa, kichik ağa. Qaraganda og'zida tumonliq turdi. Yomg'ir yig'ib qolmasin. Tezroq bu yerdan ketaylik juma. Men Aydarshohni chaqirib bag'ay. Aydarshoh! Aydarshoh! Elyozim! Elyozim! Aydarshoh! Aydarshoh! Qarama. Shundoq sap yosh turgan havoni bir tutildiryapmiz. Nima qilamiz bu? Ustozdan biz. Dexe. Tamam bunu yemegan tursa. Evliya Azam. Men o'tib ketayotqach. Finishon aymig'idagi ambalning
Yoğun Sultan'ın açığını keltirip koygalığını görüp, şuna alaydı, özlerdi. Şunşan aymıqıға yağmur yağdırmazlık ne? Dək bu işin ötünüp çıkıp atı mən. Onda basıp oldu amca. Biz yolumuzda ketin öyle. Bacı! Bacı! Maymun ağa! Maymun ağa! Ama kaynarsa. Rukum. Rukum. Nereye gittin sen? Sus. Madem geldin. Maymun ağa. Maymun ağa. Kosa koptarak birine tepki asılıptı. Kusunu içip kıkırıp gitti. Ustaz. Vatandakilarniki aç kalganını Güzel fırsat başkanı. çıkartıp Verip bir işleyen nesli. kızıqarlıq bir nəslər ekan. Uşundaq usullarda guaqlıq videolar. Yan bir video chiqib ekan ta shuni ilqi ostınqı qavatdagi bir qo'shnisi balangiz bak taxlab ketib bordi desa pulni ko'rsatsa pulga diqqat qilmay ilqi bergan laza, ko'ktat, non degandek narsalarga qaraydigan yana bir qiziqarli bir video ishlab ekan-to'q. Bu shundoq bir xil guvohlik videosi qatorida qiziqarli kinoyalik deymanmi. Mağamdan bekrak ta'sir qilgani ma odamniki gapi. O odam nima debdi deysanglar shu butun dunyoga ko'rsatman mani deb turib chiqargan video ekan. Hop. Endi ketdi. Oynatıkın anasını kuştuklara madisiyet. Ya pidaya restogram. Biz müşkün boldu Muhsinler nemine ukalamaz mı? Mava ukalamaz mı? Ködonlama muşun yavatımız bana. Eşlik Muhsin ağabeyini hayvanla biz. Oynatıkın sizde parçaklınız var adam. Ne bileyim bu? Futbol sahabısa. Tatanlarına babasına bütün dünya sınıfına bana. Kalısı sirkülasyon hayvan mı bozmusun dedi mi? Oynatıkın anasını kuştuklara madisiyet. Ya pidaya restogram. Biz müşkün boldu Muhsinler nemine ukalamaz mı? Mava ukalamaz mı? Ködonlama muşun yavatımız bana. Eşlik Muhsin ağabeyini hayvanla biz. Oynatıkın sizde parçaklınız var adam. Ay. Ma o she'rni anglab boqaylik. Sifat hayvallar. Aş kalmışsın dekkallar. Bizden herkes çıkmışsın adem sifat hayvallar. Aş kalganda oylap koy dekkalladın tangallar. Dekkalladın çıkan o sadır kabi palvallar. Şu dekkanın nesli biz aş kalmışsın dekkallar. Oylap koygun dekkanını sen taamını yegende. Dekkallamı külüdü sen toktun külgende. Düşmez koldun ketmini sen oynak sürgende. Aş koymagan bizlerini aş kalmışsın dekkallar.
Dehqon bo'lmoq tez ekan, ro'z soyit deb o'tgan. Dehqonlarni yozganlar kezib ketgan ham yutgan. Avlodimiz bir umr dehqon bo'lib ham o'tgan. Unutmag'in ishtonini ash qolmasin dehqonlar. Dehqon kirsiz shahriga sakroliq deb tillaysan. Do'stcha o'zingcha shaharlikni tanlaysan. O'ltirsan ker sorunda dehqonlarni shallaysan. Sen mi dehqon avlodi ash qolmasin dehqonlar. Yani bir qiziqarli bir videoni ko'raylik. Bu shu ochliqqa hozir yuz berayotgan karantin mezgildagi balon suyab ve hapı ketdi. O'sha bola kichik emasmi, qarang. Yaxshi men pastga qo'shni ustida margali vaqtida balon suyab ve hapı ketdi. O'sha bola kichik emasmi, qarang. Bu bola kichik olsun sizlar cho'ng odam. Men bunda demoqchi emas. Men gali vaqtida undan kun bo'ldi, hammamiz chiqolmaydi. Bu mubatdan bola kichik emasmi, lekin bundan keyin mana bu jaqijalat qilamiz. Bu kichik bola deganlarni o'ynab turmushim bo'lmaydi endi. Yaxshi men pastga qo'shni ustida margali vaqtida balon suyab ve hapı ketdi. O'sha bola kichik emasmi, qarang. Bu bola kichik olsun sizlar cho'ng odam. Men bunda demoqchi emas. Men gali vaqtida undan kun bo'ldi, hammamiz chiqolmaydi. Bu mubatdan bola kichik emasmi, lekin bundan keyin mana bu jaqijalat qilamiz. Bu kichik bola deganlarni o'ynab turmushim bo'lmaydi endi. Yaxshi men pastga qo'shni ustida margali vaqtida balon suyab ve hapı ketdi. O'sha bola kichik emasmi, qarang. Bu bola kichik olsun sizlar cho'ng odam. Men bunda demoqchi emas. Men gali vaqtida undan kun bo'ldi, hammamiz chiqolmaydi. Ay. Aql parasatlik xalqimiz vatandaşlar qiziqarli videolarni ishlab ochliq to'g'risida shunday guvohlarni beratibdi. Biz bo'lsak chet elda shunday shanba-yakshanbalarda kavob qilib, dala saylis qilib, o'xshash velosiped minib, bu yoqlarda chepib turmushimizni o'zgartirayotgan chog'da vatandagi xalq ocharchilikdan shunday eg'ir kunlar qopti. Alloh hammamizga osonlik versin, vatandagi xalqimizga osonlik versin. Hammamiz duo qilaylik, vatandagilarni unutib qolmaylik. Hammasiga osonlik versin. Bugun sirtga chiqqandim. Sirtga chiqib, shu vatanda bo'layotgan ishlar to'g'riliq shu birmuncha videolarni ko'rib, ba'zilari ko'z yosh qilib kelib, ba'zilariga qiziq, kulkilik ifodalab ishlagan guvohlik videolarini ko'rib, shularni bir saqlab qo'yay dedim. Men bir Uyg'ur faoliyatchi bo'lgandan keyin YouTube'da, Twitter'da, Facebook'da ancha-muncha bir narsani ishlab turgandan keyin bir inkas shaklda bir video ishlab qo'yay dedim. Tamam, shunchalik bo'lsin hamsa. Hammalarga sog'lik. Yer bo'lsin, vatandagilarga sog'lik. Osoyishlik kunlar nasib bo'lsin. Oldiroq zulmdan oxirlashsin. Qutulsin. Nima deymiz, nima qila olamiz? Qo'limizdan hech ish kelmasa. Tamam, ko'pchilik keyingi videoda ko'rishaylik. Kanalimga obuna bo'lib, barmoq belgisini bosib qo'yishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh. Mana shunday bu faoliyat nima ishlar bo'lsa shu to'g'riliq shu hayotimizni, turmushimizni yuz berayotgan ishlarni xotirlagash, o'zimningki turmushimningki kichikgina bir qismini shu YouTube kanalimda xotir qoldirib qo'yay deb o'sha videolarni ishlab keldim.
Yaxşı diləklər, xeyir xoş.